Shuba salatani tayyorlayapmiz. Mana selyotkani to'g'radik maydalab. Butun selyotkani tozalab, to'g'rab, ustidan mana kartoshkani, qaynatilgan kartoshkani qirg'ichdan o'tkazib oldik. Endi ozgina mayonez qilamiz ustiga, keyin sabzini qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Mana qilib pichoqda tekislab chiqaman. Sabzini qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Mana endi sabzini qirg'ichdan chiqarib oldik. Bir tekisda qilib, yana ustidan mayonez qilamiz hozir. Hozir buni tekislab chiqamiz. Endi ustiga tuxum qirg'ichdan chiqaramiz. Tuxum ham tayyor. Endi mana yana ustidan mayonez qilamiz, keyin oxirida lavlagini qirg'ichdan chiqarib solamiz. Mana lavlagimizni ham qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi buni ham ustiga mayonez qilib, chiroyli qilib olib qo'yamiz. Ozgina bir-biriga singib olish kerak mayonezlari. Shu salatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni bir necha soat tursa, mayonezlari bir-biriga singadi. To'g'ri, buni hamma har xil tayyorlaydi. Men endi shunaqa tayyorlashni xohladim bu gal. Menimcha yomon chiqmadi.